Oralaringizdan bir kishini tanlab professional tradingni mutlaqo bepul o'rgataman. Men Abdurahmon Ruhullayev, O'zbekistondagi eng yirik kripto investor va Yaqin Sharqdagi eng yirik kripto mining kompaniyalaridan biri bo'lgan Crypto Miners'ning egasi va dunyodagi birinchi RWA marketplace pinning loyihasining asoschilaridan biriman. Shu vaqtgacha bularning birontasiga kurs sotaman yoki qanaqadir signal kanallar qilib erishmaganman. Va hozir O'zbekistonda trading deganda insonlarning nazarida qanaqadir qimor yoki aldov sxemalari kelib chiqadi. Bunga sabab O'zbekistonda o'zini trader qilib ko'rsatgan chala savod blogerlar bo'lyapti. Va bular bilan qanchasi bilan kurashib kelganimni va nimalar qilganimni yaxshi bilasiz. Men ilm targ'ibotchisiman. Shu sabab men bitta eksperiment qilmoqchiman. Trading aslida moliyaviy bozorlar degan narsa aslida qimor emasligini va bularni yolg'onlarga aldanmasliklaringiz uchun men bitta eksperiment qilmoqchiman. Oralaringizdan bir kishini tanlab tradingni professional tradingni mutlaqo bepul o'rgatmoqchiman. Mening kompaniyam hozirda yirik fondlardan katta kapital jalb qilib professional trading bilan shug'ullanadi va bu narsani dokazat qilmoqchiman. Bu aslida professional soha, hech qanaqa kurs o'tish boshqa narsa orqasidan pul ishlanadigan soha emas. Hozir bo'yin tortib so'rasangiz, nimang bor desangiz, o'quv kursi bor. Tamom. Nima uchun shunchalik professional bo'lsa, nima uchun katta fondlardan pul tortib, yirik kapitallar tortib boshqarmaydi. Eksperimentda 6 oy davomida tanlagan ishtirokchi men bilan yuradi, men bilan kompaniyalarimga boradi, men bilan hammasini birga ko'radi, men o'zim o'rgataman. Bilasizlar, men hech qachon o'rgatmaganman, 100 ming dollarlab taklif qilishsa ham. Shu eksperimentga qo'shilish uchun, aynan sizni tanlashim uchun kommentariyaga tradingga qiziqadigan 3 ta do'stingizni belgilab, bu videoni maksimum yuborib, like bosib, Instagram biyomdagi havola orqali Telegramimga o'tib, obuna bo'lasiz va aynan sizni men o'sha yerdan tanlab olishim mumkin.